Odam bo'lmaydi. Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana xudo xolasa assortimentlarimiz diskalarga juda ham ko'payib ketyapti, saka diskalarga. Bobur aka, bu saga diskani nima foydasi bor? Misol uchun mana qo'qon diska ham qolishmaydi, yuradi ham, hamyonbop. Sen qachon odam bo'lasan? Odam Nega? gapirib turganda kirib kelaverasan. Endi qiziqda menga odamlar tushuntiraylik shuni. Bu yaxshi savol bo'ldi aka-ukalar. Ba'zi bir akalarimiz aytadi, qo'qon diska yaxshi deydi, ba'zi bir akalarimiz saka diska yaxshi deydi. Masalan, mana saka. Sakani yaxshi tarafi bu zavoddan quyilib chiqadi. Balansirovka ideal bo'lib chiqadi va qo'qon diskadan ozgina yumshoqroq bo'ladi. Yana ustun tarafi oporni tez qizib ketmasligi uchun buni teshiklari juda ham katta ochilgan. Uncha-muncha oporni qizib ketmaydi. Yana yaxshi tarafi aka-ukalarim balansirovkalar qo'qon diskadan ko'ra ancha bu diska idealni chiqadi. Balonni tez yonini yemaslikni yonini oladi. Bu qiyshaysa sразу bildiradi. Bu diska qiyshaysa uncha-munchaga bildirmaydi. Lekin qo'qon diskani yaxshi tarafi yamaga tushsang, diskaga achinmaysan, balonga achinasan. Shu tarafi bor. Masalan, qo'qon diskani mana ko'rib turibsizlar, svarka bo'lib ulangan. Svarka bo'lgandan keyin sentrovka ozgina qochadi. Idealni bo'lmaydi. Balans idealni chiqmaydi. Tushunarli. Ma'lumot to'g'ri bo'lgan bo'lsa, aka-ukalarimiz tushungan bo'lsa, bitta like bosib qo'yar ekanlar. Bo'ldi aka, rahmat. Demak, qo'qon diska yaxshi ekanda, baribir. Odam bo'lmaydi.